Tak, MVR Live kabinetidan, ya'ni Travel Advantage kabinetidan pul yechamiz. Moy kabinetga kiramiz. $108 bor. Business Center tanlaymiz. Keyin bu yerda O'zbekistonni tanlaymiz. Kabinetga kirganimizdan keyin profil degan joyga bosamiz. Ochiladi. Ochilgandan keyin Commissions degan bo'limni tanlaymiz. Va pastda ko'rsatilgandek bizlarni kошелёkni tanlay ustiga bossak, telefonimizga kod keladi. Mana shu kodni teramiz va keyin degan knopkani bossak, bizda mana hozir yechishga $66-71 tayyor ekan kabinetimizda. Выводni bosamiz. Выводni bosganimizdan keyin keyingi etapni bizga ochadi va biz galочка qo'yamiz. Что mana shu pul yechishga men roziman degan narsaga biz rozilik bildirishimiz kerak va o'zimizda pin kodimizni kiritamiz. Pin kod bu MVR Live kartamizning pin kodi bo'ladi va pul yechishga so'ragan pin kod ham xuddi shunaqa qilib bir xil qilib qo'ysangiz yodingizdan chiqib ketmaydi. Mana shu sizga kelgan kodni kiritib knopkani bosasiz, kошелёгingizdagi pul kartaga o'tib ketadi. Mana hozirgi holatda bizda kartaga pul tushdi, kошелёgimizda pul yo'q. Mana kartani aktivlashtirib qo'ydik va bemalol endi kartadagi pulni bankomatdan yechib olsa bo'ladi. Mana bizga xat ham keldi pochtadan, что mana shuncha pul tushdi MVR Live kartamizga. Endi uni biz bemalol yechib olsak bo'ladi. Mana pulimiz turibdi, endi biz yechamiz. MVR Live Master kartidan pul yechamiz. Bankomat oldiga keldim. Hozir ichida $65 bor edi. Shundan 500 ming so'mni yechib ko'ramiz. Eng qizig'i so'mda yechiladi. Ichidagi dollar avtomatik tarzda konvertatsiya bo'lib, so'mda bizga yechib beradi. Mana hozir 500 mingni tanladim. Bizga hozir hisoblayapti. Mana bemalol bankomatdan ham yechib olish mumkin.